Assalomu alaykum hurmatli hakamlar. Bugungi kunda ekologiya haqida gap ko'p, ammo muammo shundaki, biz ekologiyani hisobga olmaymiz. Chiqindilar bor, lekin qayerda, qancha va qachon muammo bo'layotgani aniq emas. Natijada konteynerlar to'lib ketadi, atrof muhit ifloslanadi va bu jarayon odatiy holga aylanib bormoqda. Biz aynan shu muammoni amaliy va raqamli yechim bilan hal qilish uchun EcoFuture Lab loyihasini yaratdik. EcoFuture Lab bu ekologik muammolarni yoshlar, volontyorlar va texnologiyalar orqali aniqlash, tahlil qilish va hal etishga qaratilgan loyiha. Loyiha doirasidagi asosiy yechimlardan biri Smart Container. Smart Container bu oddiy chiqindi qutisi emas. U chiqindi miqdorini sensor orqali o'lchaydi va konteyner to'lganda avtomatik tarzda signal yuboriladi. Bu orqali chiqindilar o'z vaqtida yig'iladi, keraksiz qatnovlar kamayadi va atrof muhit toza saqlanadi. Ishlash prinsipi juda oson. Foydalanuvchi chiqindini tashlaydi, ultrasonik sensor konteyner ichidagi chiqindi darajasini aniqlaydi. Bu ma'lumot mikrokontroller orqali tizimga uzatiladi. Agar konteyner to'lsa LED qizil rangda yonadi va mas'ul xizmatlarga xabar yuboradi. Agar bo'sh bo'lsa LED yashil rangda yonadi. Bundan tashqari konteynerga QR kod tizimi joriy qilinadi. Foydalanuvchi QR kodni skanlab, chiqindi tashlagani uchun ball yoki rag'bat oladi. Bu esa odamlarni faqat majburiy emas, balki ongli ravishda chiqindi tashlashga undaydi. Loyihaning innovatsion jihati shundaki, bu yerda ekologiya, texnologiya va volontyorlik bir tizimda ishlaydi. Volontyorlar konteynerlarni o'rnatadi, nazorat qiladi va real ekologik muammolarni yig'adi. Natijada chiqindilar kamayadi va qayta ishlash hajmi oshadi va ekologik madaniyat shakllanadi. Xulosa qilib aytganda, EcoFuture Lab va Smart Container bu ekologiya uchun emas, kelajak uchun qilingan sarmoya. Biz kelajakni kutmaymiz, biz uni bugundan boshlab quramiz. E'tiboringiz uchun rahmat.